Farruxbek akam vizalarni qo'lga kiritdilar va mana vizalar hozir bilsanglar chiroyli chiqyapti. Mana bunaqa mamtini ko'rdingizmi aka? Desa boshqa tishlab qo'ygan. Shuning uchun stillari ham o'zgargan. Farruxbek aka, avvalambor assalomu alaykum. Farruxbek aka, tabriklayman sizni green karta bilan. Birinchi savol, hamma beradigan savol, aka. Posolstvoda qanaqa bo'ldi? Nimalar bo'ldi? Hayajon qanaqa bosdi deyshadi? Nima savollar berdi deyshadi? Posolstvoga bordik, 8 ga belgilangan. Kirdik, kirib birinchi okkoshkaga borsak, ro'yxat berar ekan, dokumentlarni taxlash uchun. O'shanga qarab taxladik, to'lov qildik. Kutib o'tirdik. Navbatimiz kelishini kutdik. 9-okkoshkaga chaqirdi. Konsul savol berdi. Birinchi bo'lib AQShda bo'lganmisiz dedi. Yo'q dedim. Keyin qo'lini ko'tarib qasamyodni bor ekan. Shu bilan suhbat davom ettirdik. Farzandingiz bormi dedi. Yo'q dedim. Nima ish qilasiz dedi. Ish joyimni aytdim. Uzoqdan o'tirisda ishlayman dedim. Kollejdagi diplomimni yaxshilab tekshirdi. Ko'p e'tibor berdi diplomimga. Kollej diplomiga ko'p e'tibor berdi. Men o'zim ham hayron qoldim. Rosa termilib qaradi, ilovalarini tekshirdi. Qog'ozchani olib, tabriklayman, vizangiz tasdiqlandi dedi. Shu bilan viza tasdiqlandi. Uncha ko'p qiynamadi. Siz ham baribir gruppa kanalida kuzatgansiz. Har xil savollar bo'ladi. Sizda mashina asli qanaqa psixologический bo'ldi mana gruppalarni qaravoz, kirvoz misol uchun. Suhbatdan bir kun oldin keldim. Qobiljon aka kutib oldi. Qobiljon aka bilan suhbatlashdik. U ancha menga yordam berdi. Sababchi bo'ldi. Ko'nglimni 99% ko'tardi. Hayajon bo'lmasin dedi. Birinchi o'rinda hayajon bo'lmasin dedi. U gruppalardagi tekshirganlar hammasi qolib ketdi. Ashakaning gapidan keyin 100% hammasini unutdim-da, Xudo xolasa kirib olib chiqaman degan niyat bo'ldi va dushanba kuni kirdim-da, shu ishlar bo'ldi. Aka, Xudo xolasa ana shu shenilar menimcha o'ylayman Alloh. Xudo xolasa. Qachon uchmoqchisiz endi? Endi keyingi oyga Xudo xolasa. O'sha ishlarni bitirib, Farruh akam aytganlaridek ozgincha o'zingizga ishonch va albatta vizani qo'lga kiritishingiz mumkin. Mana ikkinchi pasportingiz. Farruh akam 2 kishi oldilar, ya'ni o'zlari va ayollari. Shunga omad tilab qolamiz endi aka. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.